Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Daist va bugungi videoda men Minecraftda Combine Plus modida o'ynayman va bu videoning ikkinchi qismi bo'ladi. Shuning uchun hozirroq videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman va unda biz videoni boshladik. Xullas bolalar, qaranglar. Men bu ikkinchi qismida hamma narsalarni yasashga harakat qilaman. Bolalar, bizda hozircha bor narsalar mana bunaqa super narsalardan hozir ko'rsataman. Mana 9 yasabmiz. Keyin bunaqa bolta bitta yasab olaylik-da. Hammasini yasashimiz kerak-ku. Bitta bolta bilan kirkani qo'shish kerak ekan. Mayli. Aytgancha bolalar, men yaqa qilganimda o'ynardim va shunday ozgincha olmos topib qo'yardim. Hozir xullas bolalar, biz yana bitta narsani yasaymiz, ya'ni bunaqa baliqli bosh kiyim. Xo'sh, keyin biz nima yasasak bo'ladi? Mana aldi qilib. Bu boshqa narsa. Mana mashina yasashimiz kerak. Men aytdim, bunaqa qilib, shuncha ametist topib kelgandim. Bitta olmosli qilich yasaymiz. Ametistga qo'shamiz va mana endi bone. Mana bolalar, bunday qilamiz-da. Bunday qilamiz. Keyin buni qilish uchun yo'q. Masalan, soat kerak buni qilganmiz. Age of Shard, Emerald. Opta mana Ender Pearl olsak bo'ladi. Buni qilganmiz. Mana shu ikkalasini olish kerak. Lava bilan. Yomon emas. Qilich bilan kerka, bolta bilan kerka. Totemli qilich buni yasaganmiz. Yamiz mana. Bolalar, biz hozir nima yasaymiz? Mana buning uchun bitta kerka va bum. Yasaldi. Yomon emas. Qani bu toshdan ham kali edim ekan. Bekorga kerka qo'shishmagandir bunga. Yaxshi kavli ekan-a? Lekin bu undan tezroq qaziydi. Chunki bu ikkitalik kerka-yu. Plus endi bolalar, biz aytgancha biz bularni tekshirishimiz kerak-da. Bu narsa nima ekan? Suv tagida bemalol yurish ekan. Bu Night Vision. Nima ekan? Nima bu? Hozir bolalar, men bunga umuman yoki mana qilib o'stirsa bo'larmikin deb o'ylabman. Hech nima qilsa bo'lmayapti. Bolalar, bildingiz shekilli shaderda o'zgartirdim. Plus bolalar, endi xo'sh, bu narsalarni sinab ko'rdik. Biz hozir nima yasaymiz? Bizga mis kerak. Aytgancha menda mis bo'lishi kerak. Hozir ko'raychi. Demak, mis topib kelishimiz kerak. Va nihoyat bolalar, men o'sha misni topdim. Endi bizda joy yetishmayapti. Buni tashlab yuboramiz. Qanaqa? Xullas nima bo'lsa ham. Endi tepaga chiqish kerak. Yaxshi ham bizda bu. Nom nima edi? Iron bor. What team, bro? Nima bu? Hozir. Wow. Bolalar,
Bu garajni kim qurib ketdi? Lekin men emas, to'g'risini aytaman. Yo'q. Kim qurib ketdikina? Hozir bitta uxlab olmasam bo'lmaydi. Xo'sh. Ikkinchi bizga bu kerak. Mana bolalar, mana ertalab tushgandan keyin men Enderman topdim. Mana ham yomon jonga tegayotganda. Qani endi Enderman? Jonimni to'ldirib olay-da, keyin sen bilan urishaman. Bo'ldi bolalar, endi jang boshlandi. Mana. Ke. Yo'q. Bunaqa dov meni o'ldirib qo'yar ekan. Hozir bu yoqqa respawn point set qilib qo'yaman. Xullas bolalar, biz kutgan onlar keldi va mana endi biz nima bilan nima qo'shamiz ekan? Olmosli qilich. Unga yana endi olmosga borishim kerak. Nima ham dermiz? Ketdik. Va xullas bolalar, anchagina vaqtdan keyin mana 37 ta olmos bo'ldi. Juda ko'p harakat qildim, lekin u o'lib tirilib, mana qilib u yoqqa bu yoqqa tushib, xullas 37 ta qildim. Endi esa biz nima yasamoqchi edik? Enderman varaqli qilicha. Mana. Endi bizga clock. Ikkinchi biz hozir xullas bolalar, biz endi mana buni yasollaymiz va ko'ramiz bu lighting stuff. Menimcha bu momaqaldiroq bo'lganda bo'lsa kerak. Hozir thunderstormga o'tkazaylikchi. Hozir Tanta mobni ursa bo'larmikan yoki? Xo'sh. Hoziroq bularga chek qo'yish kerak. Visual clear. Bo'ldi endi. Endi tinchmiz. Shunchaki buni tekshirib ko'rmoqchi edim bolalar, lekin вообще dahshat ekan. Xullas bolalar, men oltin ham oldim va biz hozir bu oltindan bitta oltin olma va bizga endi voy manaqa kerak-ku. Xullas bolalar, endi esa biz nima yasaymiz? Xo'sh. Bu clock uchun nechta oltin kerak edi? Hozir ko'ramiz. Clock qayerda edi o'zi? Voy, aytgancha bolalar, sizlarga ko'rsatishni unutib qolibdi. Buni hozirroqda yasadim. Mana olmosim ham ketdi. Ishonmasanglar agar. Xo'sh. Yaxshi. Qaysi ekan? Ichimda joy yo'q-da. Hozir bitta hayvon topaylik-da. Ana o'rgimchak bizni tajriba quyonimiz bo'lar. Ikkitada yomon emas. Shunisiga yo'q. Buni emas. Bu go'sht solib qo'yamiz. Bo'ldi. Xullas bolalar, endi keyingisini yasashga olg'a. Keyingisi bolalar obsidianli chest plate ekan. Hozir biz yasadik. Yasamabmiz, ichimizda joy qolmabdi chunki. Xo'sh. Buni bunday qilamiz. Yaxshi bu yoqqa bunday qo'yamiz.
Plus bunga stringni qo'yib qo'ysak, keyin ko'mir qo'yib qo'yamiz. Bunga ko'mirni qo'yib qo'yamiz, obsidianni olamiz va qarabsizki, biz obsidian chest plate yasay olamiz. Qani ko'ramiz bu. Iyo, bolalar, hozir qaranglar. Hamma narsani tashlab yuboramiz. Qaranglar, bitta o'zi hammasini. Vah! Hammasini to'ldirib qo'ydi bolalar, bitta o'zi-ya. Obsidian chest plate вообще dahshat ekan. Endi bolalar biz nezerit topishimiz kerakmi? Wizard Skeleton School. Yomon emas. Yo'q, buni yasamamiz, buni ham. Plus keyin qolganlarini yasashga harakat qilamiz. Hozir endi esa biz bolalar qaysini yasaymiz? Xullas bolalar, men anchagina qazib tushdim va emerald chiqardim va mana deep slate dan chiqdi bolalar. Bu meni birinchi marta emerald topishim emas. Oldin 3-4 marta topganman. 3-4 marta emas, 1-2 marta. Juda kamda. Nechta ekan desam, bitta ekan. Hamma o'zi bizga bitta kerak edi. Xo'sh, endi mana mana shu joyda o'zingizlar yasab olsak. Xullas bolalar, mana biz emerald ishtonni olamiz, kiyamiz. Vuy. Qani bolalar, buni yechib qo'yaylik-chi, nechta to'ldirar ekan? 3 ta ekan. Hamma qolganlarini kiyib olamiz. Endi to'liq kiyimdamiz. Hechgacha bolalar, endi hozir qaysi birini yasaymiz? Buni yasagan bo'lsak, menga eng yoqayotganlari mana shuni. Plus bolalar, hozir to'xtab turinglar. Nima desam bo'lar? Bolalar, hozir men bular yasaguncha ancha vaqt o'tib ketadi va shuning uchun men hozir bularni hammasini kreativdan olib ko'rsatsam, nima deysizlar? Bo'ptunda ko'rsataman. Hozir xullas bolalar, mana men boshqa zona ochib, asha narsalar kreativdan olib mana jonliga yutib oldim va bolalar mana o'sha narsalar hozir bularni bitta ko'rib chiqamiz. Buni yasadim, lekin foydalanmayapman. Nima bo'ladi bu o'zi? Tushunmadim. Fire aspect 2 diamond clock vaqt qaranglar. What damn bro? Bizga mana shu kerak. Qani kim meni chopib birinchi bo'lib? Qani kiming chiqsa ham uraman. Endi qani bu Edge of Sword. Bizga ko'rinmaslik effektini berar ekan. Slime Swordchi. Oddiy ekan. Iyo. Zo'ru. Buchi. Regeneratsiya berar ekan, bo'ldi, shunday. Ya'ni manaqa. Hozir bolalar bu slime'li mana qilib qatirib qo'yar ekan. Qaranglar. Qatib qolyapti. Xo'sh. Mana bolalar, bu oltinli manaqa jon yo'q bo'lsa mana qilib ko'paytirib beradi. Bu lava leggings, Moblus leggings. Mana shu narsaga tushunmadim. Plus bolalar, endi qolganlari qoldi. Ulardan foydalandik. Hozir buni olib turamiz. Moblusni bildim, qaranglar, bunday gul kelib ketar ekan. Xullas bolalar, nima bo'lgan taqdirda ham biz hamma narsalarni
ishlatib ko'rdik va shuning uchun bo'ptunda hammaga xayr berib qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha.